Assalomu alaykum. Ko'p odamlarda eshitamiz, men mana bu ishni qila olmayapman, bir ishni eplay olmayapman, bir ishni boshlab oxiriga yetkaza olmayapman. Nima qilay, baribir shu xatoni takrorlab qo'yyapman. Nima qilay, mana bu ishni menga yuklatilgan vazifani qila olmayapman. O'zim xohlayman, zo'r bo'lishini xohlayman, yaxshi bo'lishini xohlayman, yaxshi pul topishni xohlayman. Fikrlarimni to'g'rilashni xohlayman. Nima qilay, yaxshi gapira olmayapman. Nima qilay yaxshi tushuntira olmayapman, nima qilay urushib qo'yyapman, nima qilay jahl qilib qo'yyapman, nima qilay sindirib qo'yyapman, nima qilay buzib qo'yyapman. Mana shunday holatlarni ko'p ko'ramiz va guvohi bo'lamiz. Bilasizlarmi? Ko'p yechimlar berilgan, juda ko'p yechimlar bor bu yo'nalishda, bu to'g'risida. Bugun men sizlarga birozgina boshqacharoq narsa haqida gapirmoqchiman. Ya'ni bu mana shu qilayotgan xatti-harakatlarimizni asosi nima? Nima uchun bunday xatti-harakat qilamiz? Nima uchun bu holatga tushamiz? Bugun sizlarga mana shu to'g'risida gaplashib yetkazib bermoqchiman. Bugungi mavzuyimiz odatlar haqida. Insonni qiladigan odatlari haqida. Ya'ni kimdir uyquchi, kimdir dangasa, kimdir juda chaqqon, kimdir juda pulni pulga urushtira oladigan odamlar. Kimdir borni yo'qotib qo'yadi, kimdir aldaydi, kimdir tushundik odatlarimiz qandayligini. Bu odatlarni kelib chiqishini o'ziga yarasha sabablari bor va uning yechimlari bor. Kelinglar, bugun shu haqda hozirdan sizlar bilan batafsil gaplashib o'tamiz. Bizda odatlarimiz bor. Kelinglar, shu nuqtani bizning hayotimizda bo'ladigan qandaydir voqea, hodisa deb qabul qilaylik. Bunaqa voqea, hodisalar hayotimizda juda ko'p bo'ladi. Ya'ni yillar davomida, to kichkinaligimizda kimdir bizni so'kdi, kimdir urishdi, kimdir maqtadi, kimdir erkaladi, kimdir jahl qildi. Kimdir bir ishni qilgan paytimiz, sen bola unaqa qilma dedi. Kimdir bir ishni qilgan paytimiz, bo'lar ekan u mana erkak mana dedi. Ayollarga mana chiroyli qiz mana shunaqa bo'ladi dedi. Bo'ldi. Bu narsalar bizda yig'ilib, ko'payib ketaveradi va biz u narsani hammasini o'zimizda yillar davomida yig'ib boramiz. To'xtatmaymiz va ko'paygan sari ko'payadi va bularni eng muhim joyi nimada? Bularni har bittasini o'rtasida bog'liqliklar paydo bo'lishni boshlaydi. Ya'ni har bitta hayotimizda bo'ladigan voqea, bo'ladigan vaziyat bir-biriga bog'liq bo'laveradi. Misol uchun aytganda, mana bu kimdir sizni urushgan vaqti, mana bu sizni kimdir maqtagan vaqti. Demak, bizda shunday bo'ladiki, bundan qochishimiz kerak, bunga kelishimiz kerak. Shuni rangini birozgina o'zgartirib olsak, qulay bo'lar ekan. Bundan qochishimiz kerak, bunga kelishimiz kerak. Mana shunday holatda yashaymiz. Qiziq tomoni biz bu narsani o'zimiz tushunmagan holda, o'zimiz anglamagan holda qilamiz. Men bilmayman nimaga bu ishni qilib qo'ydim. Men bilmayman nimaga hayotimda bu narsa sodir bo'ldi. Men buni sababini bilmayman. Va endi eng qizig'i, mana shularni hammasini bir bo'lagini oladigan bo'lsak, ya'ni bir dona bo'lagini olamiz. Bu bir dona bo'lak tushuncha deyiladi. O'zimdan o'zimgacha loyihasida, darslarida, xususiyatda, ongos sanoatlari darslarida bu narsa haqida batafsil gapirib berganman. Tushuncha qanday bog'lanadi? Hozir bu narsaga to'xtalib o'tirmayman, chunki juda ham katta mavzu, tushunchalar. Va mana shu tushunchalar yordamida bizni holatimiz, bizni qiladigan ishlarimiz shakllanadi. Endi yana bitta qiziq tomoni bor. Qachonki biz mana shu tushunchalarni ishlatamiz degan paytimizda unga ma'lumot kelish kerak. Endi u tushuncha ishlash kerak. Keling, shularni bitta burchakdan ma'lumot kirishini qabul qiladigan bo'lsak, ko'rish, eshitish, hid bilish, ta'm bilish, his qilish orqali biz ma'lumotlarni qabul qilamiz. Ya'ni bitta tochkasi. Odamni ichidagi nuqtalarning soni shuncha ekan, faqat shu ekan degan narsani qabul qilib qolmaylik. Men obrazni,
tushuntiryapman sizga soddaroq tilda bo'lishi uchun. O'zi bu juda ham murakkab narsa. 5 xil his qilish orqali, 5 xil qabul qilish orqali biz ma'lumotlarni qabul qildik. Keling endi ko'raylik. Bizga gapirilgan gaplar bor. İçimizde yig'ilgan fikrlar bor, fe'limiz bor, emotsiyamiz bor, tushunchalarimiz bor, qiladigan xatti-harakatlarimiz bor va buni natijasida bizni har qanday boyagi 5 ta his qilish organi orqali qabul qilgan ma'lumotimiz ma'lum bir yo'l bo'yicha yurishni boshlaydi va qaysidir darajaga, qaysidir natijagacha yetib keladi. Qiziq tomoni nima? Qiziq tomoni nima? Kimdir mana shu joyda aytaylik, kimnidir erkaladi. Yaxshi gapirdi, chiroyli gapirdi, erkaladi. Endi yaxshi gapirdi. Unda erkalangan vaqtida orqasidan nimadir talab qilingan. Ya'ni kimnidir maqtaganda, "Ey falonchijon, sen zo'rsan, sen yaxshisan, sen mamdakasan, sen amdakasan. Endi mana bu ishni qilib bergin." Tushundingiz-a? Unda demak, tushuncha hosil bo'lganki, demak, meni maqtashsa orqasidan nimadir talab qilinar ekan. Bu tushuncha joylashgan. Shuning uchun u keyingi tushunchaga yo'naltiradi. Ya'ni, maqtalgan paytda nima qilish kerak? O'zimni himoya qilishim kerak. Ketdi. Aytganini qilmaslik uchun nima qilishim kerak? Mana shu holatda yurib qaysidir natijaga yetib boramiz. Va mana shu yo'lni nomini odatlar deyiladi. Sizda bu holatni qabul qilmaslik imkoni bor. Oddiy qabul qilish yo'li bor, qabul qilmaslik yo'li bor. Mendan nimadir kutadi deyish bor. "O, rahmat, siz ham shunaqasiz" deb qo'yish yo'li bor. Bu to'rttasini hozir ko'rsatyapman. Tiqilib yotibdi bunaqa variantlar. Bu yo'llar tiqilib yotibdi. Lekin biz o'zimizni tajribamizdan o'tgan va biz uchun ta'sirli bo'lgan variantini tanlaymiz xolos. Undan boshqasini tanlamaymiz. Biz uchun ta'sirli bo'lgani turadi xolos. Undan boshqasi bo'lmaydi. Va mana shu reallikni o'zimiz uchun qabul qilamiz. Mana shu narsa bizni odatlarimizga aylanadi. Mana shu narsa bizni odatlarimiz bo'lib qoladi. Qiziq tomoni, muhim tomoni nima? Siz shu yo'lga o'rgandingizmi, bo'ldi, boshqasini qabul qilmaysiz. Va bu holat har safar yangidan yangi vaziyatlar bo'ladi, har safar yangidan yangi holatlar bo'ladi. Bu qalinlashib ketaveradi, og'irlashib ketaveradi, kuchayib ketaveradi. Endi qalinlashgani sari bu narsa kuchaygani, qalinlashgani sari siz bu narsadan chiqib keta olmaysiz borgan sari. Borgan sari bu narsadan chiqib keta olmay qolasiz. Va shu holat davom etaveradi. Bu sizni hayot tarzingizga aylanib qoladi. Va oxir oqibat bu insondagi ma'lum bir fe'llarni shakllantirishni boshlaydi. Va siz uchun mana shundan boshqa realnost yo'q. Sizda mana shundan boshqa haqiqat yo'q. Faqat shuni qabul qilasiz. Boshqachasi bo'lmaydi. Kimdir sizga pul berdimi? Demak bu hozir meni uxlatadi. Kimdir sizga hozir yaxshi gapirdimi? Demak mendan nimadir kutyapti. Kimdir siz bilan bir ish qilmoqchimi? Bu ko'rish kerak orqasini. Chunki bu odat shakllanib bo'ldi. Normal holat kirib bo'ldi va hammaga shunday qaraysiz. Va bunaqa holatlar hammada har xil va hammaniki har xil natijalarga olib boradi. Endi bitta joyi bor.
ko'pchilik gapiradi, ko'pchilik yetkazishga urinadi. Ko'p bu haqda ma'lumot. Men sizga qisqacha qilib shu yerda tushuntirib o'tmoqchiman. Ma'lum bir hudud bor. Ma'lum bir hudud bor. Boya aytganimizdek, bizda kelgan yo'limizda mana bu joyda bukiladigan, qayriladigan, ya'ni bizni fikrlashimiz, xatti harakatimizni yo'nalishini o'zgartiradigan nuqta bor. Agar shu yo'nalish sizni o'sishingizga, rivojlanishingizga, yuqoriga ko'tarilishingizga, mana shunday yaxshi natijalarga erishishingizga xalaqit beradigan holat bo'ladigan bo'lsa, buni nomini bloklar deb nomlanadi. Ya'ni sizni mana shu nuqtada turibsiz. Siz agar tepaga ketadigan bo'lsangiz, xuddi berilgan imkoniyatdan to'g'ri foydalanasiz. Misol uchun bir vaziyat bo'ldi, ko'rdingiz. Mana shu soha yaqinda rivojlanib ketadi. Mana shu ish zo'r bo'ladi. Bildingiz, tushundingiz. Qanday o'zgartirish kerak? Nima qilish kerak? Nima qilsam bo'ladi? Shu payt sizning miyangizda ishlaydi. Nima qilasan? Bir marta bir narsa qilmoqchi bo'lganingizda adangiz so'kkan, onangiz gapirgan, qo'shningiz kulgan, bo'ldi. Shuncha imkoniyat bor. Mana bu joyda oyiga topadigan pulingiz 10 minggacha yetishi mumkin. Realni ishlaydigan bo'lsangiz, men osmondan olib gapirmayman, rost akasim. Bu joyga o'tadigan bo'lsangiz, balki 50 minggacha borishi mumkin. Ma'lum bir vaqtdan keyin, 1 yil, 2 yil, 3 yildan keyin, balki undan ham oshib ketib qolarsiz. Bu yo'nalishda ham bor. Bu yo'nalishda siz mashhur bo'lib ketarsiz. Bu yo'nalishda siz o'zingiz sohangizni ustasi bo'lib, professional bo'larsiz. Lekin siz mana bunisini tanlaysiz. Chunki sizda shunday blok borki, eplay olmaysan. Qo'lingdan bir ish kelmaydi, eplay olmaysan. Mana shu blok bor. Mana shu blok borligi uchun biz hech qanday xatti harakat qilmay turaveramiz. Shuning uchun ota-onalarga juda ko'p tavsiya qilaman, "Ey baraka topkurlar, farzandinglarga bunaqa gaplarni gapirmanglar." Vaholanki ota-ona o'zini samootsinkasini oshirish uchun, o'zini zo'r ko'rsatish uchun aytadi, "Sen eplay olmaysan buni." Ba'zida o'qituvchilar aytadi o'quvchisiga, "Senlar eplay olmaysan." O'zini shu bilan zo'r ko'rsatishga urinadi. Ota-ona ham, tarbiya berayotgan odamlar ham. Juda xavfli gap bu. Itsan, molsan, qo'lingdan hech balo kelmaydi, qo'lingdan hech qanday xatti-harakat kelmaydi. Bizda texnik uzilishlar bo'lib turadi, ma'lumot qiziq bo'lgani uchun e'tibor bermaymiz. Bunaqa holatlar bo'lib turadi. Mana shunday gaplarni qabul qilib bolada bunday bloklar paydo bo'lib qoladi. Mana asosiy nuqta nimada? Endi bu narsalarni o'zgartirishni yo'li bor. Bu odatlarni hal qilishni, to'g'rilashni yo'li bor. O'ziga yarasha mehnati bor. Bu narsani qanday qilish mumkin? Biz bu narsani hammasini bitta joyga jamlagan holda asosiy kerak bo'ladigan 5 ta odatni jamladik va Muborak Ramazon loyihasiga 2026-yilni Muborak Ramazon loyihasiga bu narsani joyladik. Loyihamiz haqida Telegram kanalimizda ma'lumot olishingiz mumkin va yana sizlarga Ramazon oyigacha bu haqda batafsil ma'lumotlar berib boramiz. Imkon qadar har kuni qaysi odat to'g'risida darslar bo'ladi, qanday darslar bo'ladi, narxlari qanaqa ma'lumot berib o'tamiz. Agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, hozirdan sirazi bilib olishga qiziqadigan bo'lsangiz, mana shu videoni tagida silka bor. Loyiha dasturini bemalol ko'rishingiz mumkin. Narxlari ham ko'rsatib o'tilgan. Demak, hozircha shu, biz esa hali davom etamiz. Assalomu alaykum.